Amiriy ega bo'lgan nafar kim bo'lsin? Podshoh kim bo'lsin? Vali kim bo'lsin? Ulusol kim bo'lsin? Xaridor kim bo'lsin? Muisafiti masjid kim bo'lsin? Muisafiti bir qavm kim bo'lsin? Hokim degan nafar, mardimga hukm qilayotgan nafar, mardim ishlarini qo'lida bo'lsa, Alloh taoloni noibi bo'ladi. Alloh taolo tarafdan tayin bo'lgan nafar bo'ladi. Qiyodati islomiy va siyosati demokrasiya uchun har qaysi uchun sifatlar bor, mas'uliyatlar bor. Va hamchinon ikkovi ikki yo'li judodir. Islom bilan jo'r kelmaydi. Ana shu uchun ulamolar burada qancha farqlarini va siyosat va qiyodati islomiyni mas'uliyatlarini bayon etadi. Birlanisi shuki, valiyul amr, amiriy ega bo'lgan nafar kim bo'lsin? Podshoh kim bo'lsin? Vali kim bo'lsin? Ulusol kim bo'lsin? Faqat beralaringizga kelmasin-ki bu gapni men aytayotganim yo'q. Xaridor kim bo'lsin? Muisafiti masjid kim bo'lsin? Muisafiti bir qavm kim bo'lsin? Qiyodati islomiyda va hukumati islomiyning o'zida hokim degan nafar, mardimga hukm qilayotgan nafar, mardim ishlarini qo'lida bo'lsa, Alloh taoloni noibi bo'ladi. Alloh taolo tarafdan tayin bo'lgan nafar bo'ladi. Bu ma'nodaki Alloh taoloning qonunini mardimga joriy qiladi. Siyosati demokratikda, lekin podshoh, qudratmand, kattakon u nafar bo'ladiki, mardimni o'zini tarafidan tayin bo'lgan bo'lsa. Ular shunday deydi, chunoniki rayberlik bo'ladi, ray beradilar, u taqallub bo'ladi. Bir nafar ekan aslan o'sha ray berayotgan nafarini tonimaydi. Raygerlikning vositasi bilan o'zlarini ustida bir tane kattakon qiladilar. Bu demokratik shuni xohlaydiki, mardim o'zi tayin etsa, o'zini gapi bo'lsa mardim. Bu yerda aytgan misliki har bir joyda har raqam mardim o'z yonidan tayin etadidan unga ot qo'yadilar. Biron joylarda malik deb ot qo'yadilar. Biron joylarda vakil deb ot qo'yadilar. Biron joylarda survatmand deb ot qo'yadilar. Biron joylarda xaridor deb ot qo'yadilar. O'z yonlaridan tayin qiladilar, aytadilar tamom ishni shu ijro qilsin. U ham shunday bo'lsinki, mardimning gapi bo'lsin. Bu xossay demokrasiy, bu xossay kofir. Shunday qildi-da bizlarni shuncha vaqtdan beri bir-biroz bilan urushtirdi. Shunday qildi-da bizlarni o'rtalarimizga ixtilofni tashladi. Ammo lekin shariat islomiy nima deydi? Bunga sifat tayin etganki, sifatlari qanday bo'lsin? Ana o'sha nafarlar bo'yda valiyul amr bo'lsin. O'sha nafarlar hokim bo'lsin. O'sha nafarlar mardim ishini ijro qilsin.